Maktabga ketish kerak. Nimaga menga bunaqa qilyapti? Salom do'stlar, siz bilan men Ibrohim Game. Bugun men kollejga birinchi kunga boraman. Birinchi kun kollejga boraman. Men telefonimni, ruchkamni, daftarimni, sakizta kitobimni, keyin ikkita daftarim bilan ozgina olaman. Aytishgan-ku, o'g'il bolani qo'lida pul bo'lishi kerak. Yetadi menga shunday narsa. Telefonim oldim, hop, hammasini oldim. To'xtanglar. Ketishimni oldin birtvarga kirib chiqmasam bo'lmaydi. Unitasiga o'tiraman. Qisqa qaramay turinglar. Bo'ldi. Ishchalarimni qildim. Bosamiz. Bo'ldi. Ketdik maktabga, universitetga. Uxlamabman-ku. Uxlamas. Men kechqurun ketmoqchi bo'ldimmi? Men uxlab turay. Siz bilan o'shanda ko'rishamiz. Bo'ldi, ertalab bo'ldi, ketdik tezroq. Hozir kech qolaman. Ketdik. Mashinamni men qo'yaq. Open door, eshiklarni ochamiz va ketdik. Yana o'tirib oldim. Mana o'qishim, tushaman. Mana biron nimadir qilib chiqib oldim. Endi esa meni o'zimni birinchi xonamga darsimga boramiz. Birinchi dars ona tilimi shuni. Kim meni o'ldirdi? Yoqmayapti-da shu Minecraft. Kimdir meni o'ldiraveradi. Oy. Zombichalar. Boraman, tutolmaydi. Xotirjamsiz. Ketamiz, yetib borsam qaytaman. Boyagi narsani debman, kech qolyapman. Tezroq olish kerak mana narsalarim. Olay. Hop. Semichka bor ekan, semichkalarni yeb ketaman. Daftarimni topdim. Semichka yeb ketaman. Sinadan chiqaman. 3-etajda o'quv joyi. Tuk. Kirsam bo'ladimi? Kiraver. Ustoz kech qolganim uchun uzr. Bitta ish bo'lib qoldi. Mayli, birinchi martasiga kechiraman, keyingi safarsiga 2 qo'yaman. Mayli ustoz, rahmat. O'tiraman. Ustoz nima yozay? Bu yoqqa o'tiraymi? Mayli. Qani sekin. Ustoz ko'rmakkanida telefonni olaman-da, partani tagiga qo'yaman. O'ynab o'tiraman. Ibrohim. Aba ustoz, qani daftaringni olib kelcha, nima yozding? Mayli. Mana ustoz. Nimaga sanchish yozmading? Menmi? Shuning nima yozishni bilmadim-ku, kech qoldim-ku, tushuntirmadingiz-ku. Aytish matematika kitobidan ko'chirib olchi 10 ta savolni, 10 ta zadachalarni tez. Senga 2 minut vaqt. Bo'ladi ustoz. Tezgina yozib olamiz.
Mana keyingisi. Mana bunday qo'shamiz. Qo'shamiz. Mana bunday. Yana bitta. Mana buni. Mana boramiz. 70. Mana shunga. Keyin yana nima? Keyin yo'q. Yo'q, mana. Mana buni mana bunga ko'paytiramiz. Ibrohim. Labay ustoz, labay. Mayli, senga bir safar kechiraman-da. Sen 10 ta emas 5 ta olasan. Bo'ladi ustoz. Mana bosdim. Mana bunga. Bo'ldi. Yozdim. Siz tekshirishga beraymi? Qani berchi. Maniki. Tekshirdingizmi? Bo'ldi, rahmat. Qani endi ustoz ko'rmayotganida men telefon o'ynayman. Keyingi dars boshlanyaptimi? Necha bo'ldi? 8:44 bo'ldi. 1 daqiqadan keyin keyingi dars boshlanadi. Jiring. Bo'ldi. Ustoz xayr. Dars uchun rahmat, doim bo'ling salomat. Xayr. Keyingi dars ona tili. Voy. Men kech qolmadimmi? Assalomu alaykum ustoz. Bugun vazifa berildim, ko'raychi. Bu matematika daftari ekan. Bugun vazifa qilmabman. Mana kitobda olamanda o'qib turaman. Qani nechida? Bugun 1-kunmi? 3-bet. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda o'qimayman, bu kitobda kerak emas. Yaxshisi, semichga chaqaman. Mana bunday boramiz va yeymiz. Yedim. Chaqaman, yeyman. Qani dars boshlandi. Sizmi bir kecha bo'ladimi bizda? Sen o'zi obedda kelding-ku. Obedda. To'xtang. Men ertalab kelmasdan obeddami? Soatimdan to'g'rimi? Hozir soat necha ustoz? Hozir soat 8 7 bo'lyapti. Bo'lmasam telefonimda soatda o'g'irlayman. Tik mana to'g'irladim. Endi ustoz mavzuni yozay. Fil nima u? Yozdim, bo'ldi. Uyga vazifani tekshirasizmi ustoz? Tekshira qolmang. Birinchi dars-ku. To'g'ri-da, birinchi darsda uyga vazifa bermagansiz-ku. Yoki Telegramda tashladingizmi? Yo'q, men Telegramga tashlab qo'ygandim. Sen o'qiganingni ko'rdim. Telegramda. Bilaman, menimcha qilmading, bahona topyapsan. Yo'q, ustoz. Men qilmaganman, to'g'ri, qilganman. Bo'lmasam birinchi opmani tekshirasiz. Mana. Nimaga uyga vazifa yo'q? Faqat mavzu bor bo'ldi. Ustoz, kechiring, lekin men surdim darsdan. Xayr. Qochma, qochibsan. Eshiklarni yoping. Men ko'zim chidamaydi buncha ko'p turishga maktabda.
Creeper. Zombi. Manga farqi yo'q. Uyga ketsam bo'ldi desam. Mashinam qani? Manga farqi yo'q. Ketdik, darsdan qochamiz. Qayerda edi mashinam? Mashinam qani? Mashina jonim. Ana ekan. Ko'ziga ko'rinib qoldik. Shuning uchun nima boraman. Creeper ko'rmayotganida mashinaga o'tiraman-da, suraman uyimga. Ketdik. Qayerda edi men uyim endi? Uyimni topardim. Topsam ham qayerdan topaman? Mana bu yerda. Mana shuni bittasi edi. Mana bu yerda adashmasam. Ko'raychi. Menga farqi yo'q kim uy bo'lsa ham, lekin ko'rib ko'rishim kerak. Balki sezib qolsa agar bu meni uyim bo'ldi. Meni uyim ekan. Bo'ldi va nihoyat uxlayman. Soat 11 bo'lyapti ertaga. Obeddan keyin. Hammaga rahmat, kim bu yoqqa ko'rib bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish va like bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.